Assalomu alaykum. Oyshaning dunyosi kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomiz duo qilishlik tartibi va chiroyli duo qilishlik haqida bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Anas ibn Malikdan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: "Ad-duo mukhul ibada." Duo ibodatning mag'zidir. Ibodat esa banda bilan Robbisi o'rtasidagi aloqadir. Ibodatning eng qiymatli joyi esa bu duodir. Islom shariati barcha katta kichik amallarni tartibga solgani kabi, duo qilishning kayfiyatini ham ko'rsatib berdi. Duo haqida juda uzoq gapirish mumkin. Duoning qabul bo'lish shartlari, kimlarning duolari ko'proq mustajob bo'lishi, duoning vaqtlari, duoda haddan oshmaslik, duolar o'rtasidagi farqlar, duo qilinayotganda nimalarga e'tibor berish kerak va hokazolar. Biroq men bu videoda faqatgina duoning qilinish tartibiga va chiroyli duo qilish uslubiga to'xtalib o'tmoqchiman. Duo qilish tartibi. Birinchisi, dastlab Allohga hamd va sano, ikkinchisi, keyin rasuliga durud va salovat, uchinchisi, barcha musulmonlar, ya'ni ummat haqqiga duo qilishlik, to'rtinchisi, ota-onaga, keyin turmush o'rtog'i haqqiga duo qilishlik, beshinchisi, o'zi va farzandlari uchun duo qilishlik. Shuni ham ta'kidlab o'tish joizki, duo faqat bandaning Allohdan nimanidir so'rashligigina emas, aksincha, duo Allohni madh qilishlik, ya'ni maqtashlik hamdir. Bugungi videomizda yuqorida aytib o'tilgan tartib bo'yicha qo'ldan kelganicha chiroyli duo qilishni ko'rsatib bermoqchiman. Alloh taolo bizlarni qilayotgan duolarimizni albatta ijobat qiladi degan umidda qo'llarimizni duoga ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va al-aqibatu lil muttaqin va la udwana illa alal zolimin was-salatu was-salamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Hamd va sano butun olamlar parvardigori, jazo kunining hojasi, jannat va jahannam egasi, kuch va qudrat sohibi, barcha xato va nuqsonlardan pok, bandalarga hisobsiz ne'matlar ato etguvchi, tiriklarini o'ldirguvchi va o'liklarini tiriltirguvchi, osmonlar va yer o'rtasidagi barcha narsaning yagona hukmdori, ulug' hikmat egasi bo'lgan Allohga xosdir. U Rahman va Rahimdir. U Malikal Mulkdir. U G'affar va Razzaqdir. U Qahhor va Jabbordir. Allahumma salli ala Muhammadin va ala ali Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adadi ma fi ilmillah. Salat va salom mujohidlar va da'vatchilar imomi, ikki olam sarvari, ummat uchun hidoyat rahnamosi, hayoti bilan bashariyatga eng go'zal namuna bo'lgan yaratilganlarning eng go'zali, olamlarga rahmat qilib yuborilgan zot, payg'ambarlar va nabiylarning so'nggisi bo'lmish sayyidimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga bo'lsin va yana u kishining ahli oilalariga, ashablariga va to qiyomatgacha u kishining risolatiga go'zal holatda ergashganlarga ham. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل ما خذل عبادك المؤمنين. Ey Robbimiz, ey duolarimizni eshitguvchi va qabul qilguvchi bo'lgan zot, ey oz guruhni ko'p guruh ustidan g'olib qilishlikka qodir bo'lgan zot, islom va musulmonlarni aziz qilgin, kufr va uning ahlini xor qilgin, musulmonlarni la ilaha illalloh kalimasi ostida jamlagin. Rahmat va g'alaba oyi bo'lgan ushbu muborak Ramazon oyida sendan yolvorib so'raymiz. O'zing musulmonlarga yordam bergin, ularga g'alaba va nusrat ato etgin. O'zingni diningga bilmay dushmanlik qilayotganlarga bildirib qo'ygin. Bilib dushmanlik qilayotganlarga o'zing kifoya qilgin. Ularning zararidan barchamizni o'z panohingda asragin.
Musofirlikda yurgan barcha musulmon aka-ukalarimiz, opa-singillarimizni o'z panohingda asragin. Safarlaridan qasd qilgan qalblaridagi barcha shar'iy niyatlarida ularni muvaffaq qilgin. Eson-omon o'z yurtlariga qaytishlarini oson qilgin. Qarzlarini to'lashlarida yordam bergin. Butun shifo talab bemorlarimizga shifoi komil ato etgin. Farzand talabida yurganlarga solih, taqvodor va islomga xizmat qiladigan farzandlar nasib qilgin. Sendan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ummatlariga so'ragan barcha yaxshiliklarni so'raymiz. Barcha panoh so'ragan yomonliklardan panoh so'raymiz. Amin. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Parvardigora, hisob kitob qilinadigan qiyomat kuni meni va ota-onamni va barcha mu'minlarni mag'firat qilgin. Parvardigorim, ota-onam meni go'daklik chog'imda tarbiyalab o'stirganlaridek, sen ham ularga rahm shafqat qilgin. Bizlarni vujudga kelishimizga sababchi bo'lgan ota-onalarimizdan o'zing rozi bo'lgin. Ularni qalb kasallariga iymon shifosini, tana kasalliklariga o'zingning huzuringdan bitmas tuganmas sihat salomatliklar ato etgin. Hayotdagilarini umrlarini uzun va barokatli qil. Rizqlarini keng, martabalarini ulug' qilgin. Biz farzandlarining baxtu kamolini islomda ko'rib yurishlarini nasib qilgin. Bu foniy dunyodan doril baqoga rihlat qilganlarini esa bandalik qilib bilib bilmay qilgan gunohlarini mag'firat qilgin. Albatta sen g'afur va rahimsan. Qabrlarini keng va yorug' qil. Borar joylarini jannatul firdavs qilgin. Bu dunyoda chekkan azob va mashaqqatlarini, tortgan dardlarini gunohlariga kafforat qilgin. Hayoti dunyoda qilgan barcha amallari va ezgu ishlarini qabrda hamroh, oxiratda esa jannatga kirishlariga hujjat qilgin. Qiyomat kunida siddiqlar, shahidlar, solih va muttaqiylar bilan birga qilgin. Ularga jannatingdagi jamolingni nasib etgin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Parvardigora, o'zing bizlarga jufti halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shod xurramlik hadya etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin. Allohim qalblarimizni ulfat qilgin va oralarimizni isloh qilgin. Salomatlik yo'llariga, islomga bizlarni hidoyat qil. Bizlarni zulmatlardan nurga chiqishlikda najot ber va bizlarni zohir bo'lgan va yashiringan buzuqliklardan saqlagin. Ey Robbim, turmush o'rtog'imni islomda va iymonda sobit qadam qilgin. Umriga va rizqiga baraka ber. Dunyo va oxirat ishlarida muvaffaqiyatli qil. Bizlarga rizq topaman deb harakat qilayotgan turmush o'rtog'imdan o'zing rozi bo'lgin va uni turli balo-qazolardan o'z panohingda asragin. O'rtamizda mehr muhabbatni oshirgin. Bizga Yusuf va Zulayhoning muhabbatini, Ali va Fotimaning sadoqatini nasib qilgin. Ey Robbim, qalblarni bir-biriga oshno qilgan o'zingsan. Azizliging bilan seni muhabbating uchun saqlagan qalbimni o'z hikmating bilan jufti halolimga ham ochgin. Sendan omonat qilib olgan qalblarimizni yana o'zingga topshiramiz. Qalblarimizni qorayishiga yo'l qo'yma. Bir-birimizga bo'lgan muhabbatimizni seni yaxshi ko'rishlik bilan ko'paytir. Bizlarga shunday baxt berginki, yerda insonlar, osmonda farishtalar havas qilsin. O'rtamizda chiqadigan kelishmovchiliklarni faqatgina shariat bilan yechishlikni nasib qil. Bizlarni bir-birlarini haqqa chorlovchi, yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarguvchi, oxiratda jannatga yetaklovchi juftlardan qilgin. Oilamizga huzur, halovat, ofiyat, salomatlik, osoyishtalik bergin. Xonadonimizdan qiyomatgacha islom chirog'ini o'chirmagin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Parvardigoro, bizni hidoyat qilganingdan keyin endi dillarimizni haq yo'ldan og'dirma va bizga o'z huzuringdan rahmat ato et.
albatta sengina barcha yaxshiliklarni ato etguvchisan. Allohim, albatta biz o'zingdan tebranmas iymon, sustanmaydigan shijoat, yengilmas iroda, zaiflashmaydigan qat'iyat so'rab yolvoramiz. Ey Allohim, bir nafas ham meni o'z holimga tashlab qo'ymagin. Menga rahmat nazaring bilan qaragin. Meni doim solihlar bilan birga qilgin. Bu dunyoda nazarimiz kaloming, oxiratda esa jamoling bo'lsin. Xursandchilikda ham, g'azablanganda ham haqni aytishlikni, tuganmas shodlikni, boylikda ham, kambag'allikda ham o'rta me'yonalikni va senga osiy bo'lishdan to'sadigan taqvoni so'rayman. Dunyoda izzat bilan yashashlikni, vafotda shahodat bilan ketishlikni, qayta tirilganimda hisobsiz jannatga kirishligimni nasib etgin. Bizni ikki dunyoda ham sharmanda qilmagin. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. Parvardigoro, bizni o'zingga bo'ysunguvchilardan qilgin va zurriyotlarimizdan ham o'zingga itoat qiladigan kishilarni chiqargin va bizga qiladigan ibodatlarimizni o'rgatgin va tavba tazarrularimizni qabul et. Shubhasiz sen tavbalarni qabul qilguvchi rahimlisan. Parvardigoro, meni va zurriyotimdan bo'lgan bolalarimni namozni to'kis ado etguvchi qilgin. Parvardigoro, duoyimni qabul ayla. Ey Robbimiz, bizni bir-biridan yoqimli farzandlar bilan xursand qilding, ne'matlantirding. Senga cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Farzandlarimiz bizga omonat ekanini, asl egasi sen ekaningni bizga unuttirma. Ularni sening bandang ekanliklarini his qilgan holda yashashligini nasib qil. Senga osiy va gunohkor bo'lishdan ularni o'z panohingda asra. Dusturimiz bo'lgan Qur'onni hayotlarining o'lchovi va rahbari qilib olishlarini nasib qilgin. Ularni mo'minning farosati bilan siyla. Allohning do'stlarini do'st deb biladigan, Allohning dushmanlarini dushman deb biladigan, haqni haq deb bilib unga tobe bo'ladigan, botilni botil deb bilib undan yuz o'giradiganlardan qilgin. Zehnlariga o'tkirlik, qalblariga hidoyat, umrlariga baraka, rizqlariga kenglik ihson qilgin. Dunyo va oxirat saodatiga erishtiradigan ilmlarni osonlik bilan o'zlashtirishliklarini nasib qilgin. Ey azizlik va qudratda tengi yo'q bo'lgan Allohim, farzandlarimizga ko'zlari va qalblarini quvontiradigan, dinlari va iymonlarini to'ldiradigan, ikki dunyo hamroh bo'ladigan xayrli juft nasib qilgin. Ey mehribon va rahimli bo'lgan Robbim, dunyoni farzandlarimiz uchun eng oliy maqsad qilib qo'ymagin. Dunyoda oxiratni unutmasdan yashashlikni nasib qilgin. Ularning sohibi yolg'iz o'zingsan, ularni tashlab qo'yma, hamisha o'z panohingda asragin. Ey Allohim, bandalarim sizdan men haqimda so'rasalar, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman degansan. Albatta sen bergan va'dangga hech qachon xilof qilmaysan. Duolarimizni qabul qilgin. Subhanaka Allohumma va bihamdik astaghfiruk va atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب